أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan ustoz Abdulvahab Xallab degan kishining ilmi usul fiqh degan risolasi darsimiz davom qilgan bo'lib, buningdan uchinchi qism yana buningda uchinchi qism bir necha o'z qilgan bo'lib, uchinchi qism qaysi qavoidul usuliyya al-lug'aviyya. Birinchi qism Adillatul ahkam şariyatı. İkincisi birincisi adillatul şariye. İkincisi ahkam şariyatı. Üçüncü kısım. İkinci kısım. Üçüncü kısmı kavaid-ül usul lugaviye. Dördüncü kavaid-ül usuliye. Aşina koygan bulup biz üçüncü kısmınınki bunun altıncı kaidesi. Am ve amnın dalaltı. Şu yanınız kelgen bulup bunun amның tariflen tanıştık. Am degan qanday bo'ladi? Va bu amның bir qancha labzlari bor dedik. Kul, jami', masalan, nima elif lam bilan muarrab bo'lgan mufrad, yana ondan boshqa ism mavsul, bu ism shart, nakirning nima harf nabidan keyin kelgan ism nakira degandan iborat. Qisqacha tanıştık. Enbiyada bu usul ulamaları yani cumhurlar bilan fuqarolar orasidagi bu labzul omninki bu o'zi tahsis qilinishdan burun labzul omning o'zi tahsis qilinishdan burun bu qat'iy demdoq buniki dalolatini yoki bu danniy demdoq degan bu xil ko'z qarashda bu biraz ikkiga bo'linib qolgan. Kim? Cumhurlar bilan fuqarolar. Bu cumhurlar ularning beshida Imom Shafiy bo'lgan bo'lib, om talama omlan bo'lgan bo'lsa, u mutlaq, u nimaga bor, u tahsis qilindi bu. Ularning bir qoidasi bor ekanda, ma min amin illa va xussisa deganda. Am degan gap yo'q, lekin bu qilib qasbi tahsis qilindi bu. Amla bo'lgan bu, aman tahsis qilindi. U jihatdan bu amning dalalati donni deydi ekan. Mayli u tahsis qilinishdan burun, tahsis qilingandan keyingi albatta u donni tahsisdan burunmi u nima? Amning dalalaticho, dalalati donni. Chunki amli bo'lgan ekan, u tahsis qilindi deydi ekan. Tahsis qilmay am bo'lmaydi degandek. Bu cumhurlarning ko'z qarashi. Hamda fuqarolarning ko'z qarashida bunun başida Abu Hanif bo'lgan bo'lib, bu kishi deydi ekan, am talama am tahsislam qilinmasa, u o'zining umum bo'lgan dalolatida qat'iy deydi ekan. Cumhurlarni bilgan, danni degan uni. Maqshi yo'q, bu am tahsislam qilmagan bo'lsa, o'zining bu umum bo'lgan dalolatida qat'iy. Agar tahsis qilinsa u am bir qatim, anandan keyin u omninki qat'iy dalalati danni bo'lgan dalolatga bir daraja martabasi bir daraja tavallaydi. Bir qator tahsis qilinib bo'lgandan keyin. Agar u tahsis qilinmasa, u mustahkam turdi bu omninki nimaga o'zining afrodning hammasiga umum bo'lgan dalalati qat'iy deb bu yerda bu usuliyullar bu ikki xil ko'z qarash ustida xulosalangan. Biz vayatarattabu ala hada deydi. Biz darsimizni mushakib to'xtab qolgan edik. Mushaning uzdin davomlashtirishga tirishimiz. Bu deydamda bo'la, bu siz Abdulvahab Xallab ish bunda qo'g'in ekan. Usul ulamolardan jumhurlarning ko'z qarashi av ekan. Qaysi om tahsis qilinishdan burun
omning afrodning umum bo'lgan dalalati danni tahsis qilingandan keyin ham danni degan ko'z qarash bo'ldi. Kim? Jumhurlar. Bu Hanafi nimalar fuqarolar, uning beshida Hanafi bo'lgan bo'lib, Abu Hanif bo'lgan bo'lib, bu kishidagi om o'zining umumninki afrodning hammasiga dalolat qilishda tolama bu om taxsisli qilinmasa qat'iy bir qator taxsis qilinib bo'lsa u danni bo'ladi bo'lmasa u qat'iylik holat davom qilaverdi om degan. Mushu tartib bilan, mushu ikki xil ko'z qarash bilan tavanki masala tartib topadi. Bu jumhurlarning ko'z qarashida u om taxsisdan burunmi danni ekan, taxsisdan keyin danni ekan. Hanafiylar qarashida taxsisdan burun omning dalolati qat'iy. Bu taxsisdan keyin danni ekan. Buni foydasi nima? Bu nima kerak bo'ladi bu? Bunun qandaq bunun samarat, qandaq bunun netinja, qandaq kelib chiqadi, buni nima tartib topadi, tartib topadi. Mushu ko'z qarashqa. Shu tartibga cho'qim durust bo'lmaydi unda qo'ygan ekan. Shu durust bo'lmaydi keyin va yatarattabu ala hada annahu la yasihhu an yukhassasa al-'ammu أول تخصيص بدليل ظني لأن الظني لا يخصص القطعية وأنه يصح أن يخصص ثانيا وثالثا بدليل ظني لأنه بعد التخصيص الأول صار ظنيا والظني يخصص الظنية وأنه يتحقق التعارض بين العام الذي لم يخصص وبين الخاص القطعي لأنهما قطعيان وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن اللفظ العام موضوع حقيقة لاستغراق جميع ما يصدق عليه معناه من الأفراد واللفظ حين إطلاقه يدل على معناه الحقيقي قطعا فالعام المطلق عن قرينة تخصصه يدل على العموم قطعا ولا يصرف عن معناه الحقيقي إلا بدليل ولهذا استدل الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون بعموم الألفاظ العامة التي وردت في النصوص مطلقة عن التخصيص واستنكروا تخصيصها من غير دليل فإذا خصص العام بدليل دل هذا على صرفه عن معناه الحقيقي وهو العموم واستعماله إلى معنى مجازي وهو الخصوص وصار محتملا لتخصيص ثان قياسا على التخصيص الأول لأن علة التخصيص الأول قد تتحقق في أفراد أخرى فكأن التخصيص الأول فتح صغرة في العموم ومهد لفتح صغرات أخرى ولهذا صار العام الذي خصص ظنية الدلالة على ما بقي بعد التخصيص. أم بقول كل كوز قرش بنان شو بايد ترتب ديكي شو نتيجة كيف تقديك تشقم بنادون شو مثلا أنقرال مزكي درس ومايد ده بر أمني تخص قلش قجان أول تخصيص بدليل ظني دليل ظني بلنشو أول ده تخصيص ne qandaqlanmaydi bir omni tunji avvalda taxsis qilib bo'lmaydi. Taxsis qilish durust emas. Ne bilan? Dalil donni bilan. Om bo'ladigan o'ninggacha u demak qat'iy. Qat'iy bo'lg'ach Abu Hanifning ko'z qarashida nada? Nimlikda fuqaroning ko'z qarashida Abu Hanif boshlig'ida omni bo'lgan taxsisdan burun bu nim qilish durust bo'lmaydi. Buni dalil donni bilan taxsis qilish durust bo'lmaydi. Durust bo'lmaydi, shu durust bo'lmaydi taxsis qilg'ay
amni tunji taxsisning o'zini dalil donni bilan taxsis qilish durust emas. Chunki donni degan dalil donni degan taxsis qilolmaydi. Dalil qat'iyniki u nimni omni. Am deli o qat'iydan burun, taxsisdan burun omning bo'lgan dalalati nim bo'lgandikin, qat'iy bo'lgandikin bu dalil donnicho bu omni nim qilolmaydi, atrofini kichikiltanmaydi. O donnininki qat'iyning omning qat'iy bo'lgan omni atrofini biroz kuchaklab kichikiltish kuch yetmaydi donnining. Va cho'qim shuniki durust bo'ladi, shu durust bo'ldiki taqsis qilingan o omni ikkinchi qatim va uchinchi qatim dalil donni bilan. Bir qator bu omni ne bilan dalil qat'iyan taqsis qilinib bo'lsa, bu omni bir qatim tunji bir qator dalil qat'iyan bir qator taqsis qilinib bo'lsa, anandan keyin bu omni o'zincha ikkinchi qatim yoki uchinchi qatim yoki undan to'rtinchi qatim bo'lamdi. Dalil donni bilan taqsis qilish bo'ladi. Bo'lmaydi. Bu om dalil dalalati qat'iy bo'lgan turuqliq dalil donni bilan dastlab alatcho taqsis qilib bo'lmaydi. Chunki bir qator taqsis qilib olgandan keyin bu omning dalalati danniga aylandi-da, biroz yuvoshlab, biroz ojizlashib boshlaydi. Bir qator bu omning atrofini biroz kichiklab, uni qo'l tekkandan keyin ona biroz qanot qo'riqlarini kesib, putaqchomoqlarini elib degandek biroz jugallab atrofini qo'rib kichiklatgandan keyin bu omning dalalati vaqtda zannilik martabadancho, demak qat'iylik martabadancho zannilik martabaga tushdi bu. Bir qator taqsis qilinib bo'lgandan keyin. Dannining o'zi taqsis qilinmaydi, dannini. Özren vaddaniyu yuhassisu ad-dani. Danni vaqtdan dannini taqsis qila oladi. Am bir qator taqsis qilinib bo'lgandan keyin u dannilik maqomiga tushgan vaqtda anından keyin bu dannicho dalil danni angin bu martabasi tushgan dannini taqsis qila oladi. Bo'lmaydi. Bu dastlabki holatda bu xil omki buning dalalati o'zining afrodining hammasiga bo'lgan dalalati qat'iy bo'lgan omni bu dalil donni taqsis qilinmaydi. Bir qator taqsis qilinib bo'lgandan keyin donnilik martabasiga tushgan chog'da bu xildagi donninicho dalil donni taqsis qila oladi, bo'lmasa taqsis qilinmaydi. Va chuqur mavzularda taarruz taqsis qilinmagan om bilan va xosligi qat'iy xosning orasida angin bu taarruz mavjud bo'ladi. Taqsis qilingan ammo u vaqtda uning dalili qat'iy bo'ladi. Bu xosga qat'iy bo'lgan xos bu ham shundoq. Ikkisi bir-birisiga taarruz shaklida. Shu ikkisi chunki qat'iy. Taarruz mantiqdagi shu ta'na mavzu bir bo'lish, mahmul bir bo'lish, makonni bir bo'lish, zamonda, quvvatda, ittihodda, idofatda deydigan bir qancha bir birlikni sanaydi. Shu vaqtda taarruz shakllanadi deb. Unda qolgandan keyin bu yerdami har ikkilisi qat'iylik bo'lsa taarruz mavjud bo'ladi. Agar avvalgisi zanni bo'lib, muxassis zanni bo'lib, muxassas qat'iy bo'lsa, ya uning aksi bo'lsa taarruz shakllanmaydi. Taarruz her ikilisi muhassis muqat'i, muhassas muqat'i olganda anından bir-birisiga taarruz olgan bo'ladi. Xuddi Muhammedun alimun, Muhammedun leysa bi alimin. Bir-birisiga taarruz olgandek. Eğer bundan yoki mahmul boshqa bo'lib qolib Muhammedun alimun, Muhammedun leysa bi jahilin. Mana bo'lib qolsa taarruz bo'lmaydi. Mahmul boshqa bo'ldi. Ya mavzu boshqa bo'lib qolibdi. Muhammedun alimun Umaru leysa bi alimin. Mana bu mavzu boshqa undan taarruz olmaydi. Ona o'xshash taarruzning mavzu uchun her ikilisi ya qat'iy ya danni bo'lgan taarruz shakllanadi. Am buning uchun bu xos qilinmagan om bilan xos qat'iyni orasida taarruz mavjud bo'ladi. Taarruz va nima uchun? U ikilisi qat'iy bo'lg'ashqa. Taqsis qilin om ham taqsis qilmadi.
O yüzden qat'iy. Bu delil xos hem qat'iy, bu hem nim bo'ldi? Delilki xos bo'lgan delil hem bu qat'iy oldu. Unda qo'g'ach bu ikkilisi qat'iy oldu. Bularning hujjati va hujjatuhum ala ma zahabu ilay. O'zining bu ko'z qarshiga bağlan ko'z qarshiga binoan yoki o'zining ko'z qarshi qilgan ularning hujjati cho'qim labz ki am bo'lgan labz kimning ko'z qarashi kimning hujjati shu fuqahalning shuning va'dik cho'qim bir labz am haqiqatda ening ma'nisi uyg'un kelgan narsaning hammani o'z qo'yniga ilish uchun qo'yilgandir apparatlardan. Labz u labzni shundoqla ishlatgan chog'da uqtirdi haqiqiy ma'nosini qat'an o'zining haqiqiy ma'nosini uqtirdi. Endi mutlaq om. Bir omki mutlaqga. Nemidi mutlaq? Uni biraz doirasi kichiktirgan, taqsis qiladigan, qarindin xoli bo'lgan, mutlaq bo'lgan om bir omni bo'lgan, u omning o'zida uni jo taqsis qilgan qarini bo'lmasa, mutlaq bo'lsa, u mutlaqqa qat'iy umum nuqturdi bu. U jumhurlar degandek, o'lqi ma min amin illa va xussus degan qoida bo'yicha omlamba u zodi taxsisga ehtimoli bo'lg'ach, uning umum bo'lgan dalolatdan ne deyilmaydi. Çünkü labzini qo'ygan vaqtning o'zida mutlaq qo'ygan chog'da o'zining haqiqiy ma'nosini qat'an o'zining haqiqiy ma'nosini uqtirdi. Uni taxsis qilgan qarindan xoli bo'lgan, mutlaq bo'lgan bir om, unda xonikin mutlaqa umumni qat'iy uqtirdi. Mutlaqa uchu o'zining aparatining hammasini qat'iy yo'lda uqtirdi. Va uning haqiqiy ma'nosidan boshqa bir ma'na majozga delillarla qaytishga bo'ladi. Bo'lmasa o'zining haqiqiy ma'nosini boshqa tarafga burg'ilmaydi, qaytarilmaydi uni. Mush jihatdan sahoba kiramlar, tabiinlar va keyingi mazhab peshvolari nususda taxsisdan xoli mutlaq kelgan nususning o'zidagi omninki labzlarninki alfaz umumning umum ekanligicha dalil talab qildi. Mushtahattin dalil talab qildi sahoba kiramlar, tabiinlar va mazhab peshvolari. Alfaz umumning om ekanligini uqtirdi. Alfaz umumning om ekanligi dalil talab qildi. Ki kelganti bu alfaz umum nasda keldi bu alfaz umum, ammo bir taxsis qiluvchidan xoli yalang'och tushib keldi. Buning umum ekanligini talab qildi. Umum ekanligini dalil talab qildi. Va inkor qildi. Kim? Sahoba va tabiinlar va bu mazhab peshvolari u alfazul umumninki delilsizlamla bir taxsis qo'yishni inkor qildi. Qanday gap bu? Bu alfazul umum omli bo'lgan ekan, delil bo'lishi kerak. Delil bo'lsa tamom. Sallamna. Buni taxsis qilinibdi deymiz. Agar bir hech qanday delilsiz, pok qarinsizlamla bu om nima deb taxsis qilindi deymiz ya. Uni taxsis qilinmaydi. Alfazul umum o'zining umumligini uqtiraverdi. Ta'lama taxsisi mutlaq bo'lgan bir nasl kasa. Deb bular buni inkor qildi. Inkor qildi bu sahoba tabiin, a'immatul mujtahidullah va alfaz umumni delilsiz atrofida kuchaklab qisqartib kichiklatib qo'yishni, taxsis qo'yishni yoqtirmadi. Inkor qildi. Qachon taxsis qilinsa bir omni tamom biz buni taslim. Ma'qul biz shuni qaraylik. Agar bir omni bir delil bilan taxsis qilinsa, bir om bir delil kelib delillan omning afrodlarini biroz kichiklatib uqtirdi ekan bu delil u omning haqiqiy ma'nosidan haqiqiy ma'nosini umumdi. O'zining u omning umumdan iborat bu o'zining haqiqiy ma'nosini qaytirayotganligini uqtirdi ekan nima bu delil. Va uni majoziy ma'nosi ishlanibdi. Va uningki majoziy ma'nosi ekanligini uqtirgan bir delil taxsis qilinib bo'lsa, majoziy ma'nosida va uning ishlatilganligini uqtirsa
Qachon tahsis qilinsa bir omni bir delillan uqtilsa bu delil u omninki qaytarilib ketganligini o'zining haqiqiy ma'nosiniki u haqiqiy ma'nosi omdi. Bu delillan tahsis qilingan bo'lsa bir omni va uninki nimaga majoziy ma'nosiga ishlatilganligini uqtirgan bir delillan tahsis qilingan bo'lsa u majoziy ma'nosi xususdir. Bu vaqtda u bundan mustasno. Bu delilga binoan tahsis qilingan bo'lsa. Va bo'lgan bo'lsa bu ikkinchi qatim tahsis qilishga ehtimoli bo'lsa, avvalgi tahsis qilishga qiyosan buni ikkinchi qatim yana bir tahsis qilishga ehtimolli bo'lgan bo'lsa, u vaqt dalil danni bilancho bu amni qiyos qilishga bo'ladi. Alfozul umumni nasl kelgan tahsis qilishga bo'ladi. Bo'lmaydi avvalda tahsis qilmay turib, buning o'zinicha dalil danni bilan bu nimani omni tahsis qilish mumkin emas. Chunki avvalda tahsis qilganlikning illati boshqa afrodlarning hammasi tepiladi. Xuddi avval tahsis qilganlik bu umumda bir bundoq yuchni ochdi, so'g'rak, shunday bir kavak, bir yana ochdi degan gap bo'ldi bu deydi. Bir yana bir tamning üzdündeyle, bir yana üzü şundaqlık bilan bir bineç hiç kesen şundaqlık bilan qo'marasa, onun dengin onun başka atrafları keser hiç binasının taşını qo'marib chiqanmak yaman oңай. Tizlik bilan bo'shab ketadigan gap. Bu umum haqida bir sug'ura, bir bundaq bo'shliq, bir yana ochdigan gap va boshqa yana teshiklarninki, boshqa bo'shliqlarning echilishi uchun bu alayda yo'l hozirlagan bo'ladi bu tunji tahsis. Shu tunji tahsisdan keyin ikkinchi va uchinchi tahsis qilmoq to'lim oңай. U vaqtda bu umumni aniqlikin dalil danni bilan tahsis qila olasiz. Bo'lmaydi bu dalil dannininki umumni tahsis qilish kuchi yetmaydi deydi. Bu jihatdan uyurildi. Qachon nima bir omki tahsis qilindi bu om bir qator tahsis qilinib bo'lgan om nima yurildi? Oningki tahsis qilib bo'lgandan keyinki afrodga oningki onun uchun afrod o'qigan dalolatdan aylandi deydi. Bu om bo'lsa birinchi qator tahsis qilinib bo'lgan ekan bu tahsisdan keyingi afrod o'qigan dalolatdan bo'ladi. Ondan keyingi bu o'zining ilki tahsisdan burungi tahsisning sirtidagi afrodini onu uqtiranmaydi. Atrafı kichikgan bo'ladi. Bu am dalalati vaqti dalolatdan bo'ladi. U vaqtda dalildan bilan tahsis qilmoq to'lima qolay, rahat tahsis qilib bo'ladi deydi. والذي يظهر لي بعد المقارنة بعد أدلة الفريقين وأمثلتهما وشواهدهما أنه ليس بين رأييهما اختلاف جوهري من الناحية العملية لأنه لا خلاف بينهما في أن العام يجب العمل بأمومه حتى يقوم على تخصيصه دليل ولا في أن العام يحتمل أن يخصص بدليل وأن تخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول والقائلون بأن العام الذي لم يقم دليل على تخصيصه قطعي الدلالة على الأموم ما أرادوا بكونه قطعي الدلالة أنه لا يحتمل التخصيص مطلقا وإنما أرادوا أنه لا يخصص إلا بدليل والقائلون بأنه ظني الدلالة على الأموم ما أرادوا أنه يخصص مطلقا وإنما أرادوا أنه يخصص بالدليل. Men için hem de aşkar olurdu dedi. Kim? Bu Ustaz Abdülvahap Hallab. Bu iki tariqa cumhurlarla fuqarolar arasındaki delillerini, misal bunun şahitlerini bir qator selishtirib muqorana qilgandan keyin men uchun chaliqadigini ko'zimga bana uchun bir ma'lum bo'ldigini cho'qim yo'q bu ikkisini orasida amaliy tarafdan aytganda
haqiqiy buning ichida shu javhariy ixtilof yo'q. Buna şu neg'iz jihatda ixtilof yo'q. Bunda shakllik ixtilof, tashqi postlik ixtilof bu. Chunki bu jumhurlar bilan fuqarolar orasida am u amning umumiga amal qilish vojib. Buning bir taxsis qilish bir dalil maydonga kelgan qadar omning umumiga amal qilamiz deydigan ixtilof yo'q. Ikkisi bir yerda, bir fikrda. Jumhurlar bilan kim fuqarolar omdan bo'lgan bo'lsa, bu omni taxsis qilish bir dalil bo'lmagan bo'lsa, bu omning umumiga amal qilish vojib degan hech qanday gap yo'q, ixtilofat yo'q. Vala ixtilof yo'q. Shuningdek cho'qim om ihtimal keltirdi am bir delillen tahsis qilindi degan gap ixtilofat yo'q. Jumhurlarmi shu am tahsis qilindi ammo delillen deydi ulama. Ama öz bizni tahsis qilib qabul demaydi bu jumhurlarmi deydi. Am gerçi ma min amin illa ve xussis bir am bo'lmaydi lekin tahsis qilindi degan bo'lsa shuning tahsisi delillen tahsis qilindi. Bir amdın yok ki am bir delillen nima bo'ladi ehtimol keltirib shunga tahsis qilingan buni bir dillan tahsis qilinadi degan haqida ixtilofat yo'q bu ikkilarni orasida. Unda qilgan bu xil ixtilof qishirdiki postdagi ixtilof va haqiqiy lobbidagi javhardagi ixtilof emas bu. Va chuqum bu omning dalilsiz tahsis qilishi bu qabul qilinmagan ta'vil bu bundaq ta'vil olmaydi. Demek cumhurlarımı deydi ki bu am doğru tahsis kılındı, delilen tahsis kılındı deydi. Ey sadatlı ahnapla, ey fukahala. Onda hoğandayken bu işkilenninki, işki österninki suyunun tükülüğe yeri priya degendek. Bu amninki delilsiz taksisi bu kabul kılınmaygan tevil bu. Ve kaylı oluşula, şunun kaylı oluşula çokum bu onunki amның taxsisiga bir delil to'magan, uning amni taxsis qilishga delil bo'lmagan bir am. U nima? Uning umumiy bo'lgan dalil qat'iy bir amken. Bu amning taxsis qilishga hech qanday bir delil yo'qken. Am shubhati am turibdi. Buning hech qanday bir delil nima? Bir delil qat'iy. Bu ondan bo'lgan bir taxsis qilishga bir dalil yo'qki. U vaqt u am o'zi shu ampati afrodining birsimi kamaytirilmaydi. Umumning hammani qat'iy sunduqtirdi. U vaqtda umum bo'lgan dalolat qat'iydir. Bunun bilan bu tushunchaga bu amninki taxsisiga delil bo'lmagan, delil to'magan am onun umum ekanligi dalolat qat'iy degan qoida olganlar maqsad qilmadi bu amning bo'lishilanchu dalolati qat'iy bo'lishilan bu am hech qanday mutlaqo taxsisga ehtimol yo'q deganni maqsad qilmadi. Am degan bu bir taxsisga ehtimoli bor deganni bunday maqsad shuni ehtimol shuni maqsad qildi. Ammo u dalil qat'iy o'g'ilshilar u faqatlikla mutlaqo taxsis degan narsa ehtimol keltirmaydi deganni hech qanday bundan ko'z tutmaydi. Taxsis ehtimoli bor. Cho'qim maqsad qildi shuniki cho'qim taxsis qilmaydi lekin dalillan taxsis qilindi degandek. Buni Hanafining tushunchasiga yaqin kelib qoldi mana deydi. O'zchan bu omning dalolati o'zining aparatining hammasiga o'z hosil qilmaydi lekin bir dalildan hosil bo'ldi bu. Buni maqsad qildi. Ve qaylı oğallar, şunu qaylı oğallar çokum am umumgan dalaltı danni digerler. İrade kılmadı şu irade kılmak çokum am mutlaka am olurken zade şu köz jumupli kılım alatullah ters kılmızgen bunu maksat kılmadı. Çokum maksat kılı bunun qaylı oğallar delillen ters kılındı digen çıktı bunu da amne delilsiz ters bulmaydı deydi. Demek iki taraftanki asan ko'z qarash bir yerda qisman shaklda bir o'xshashmaslik bo'lgan bo'lsa-mu, mencha bo'lganda ikki taraf mayda
misal şavahitlarni, delillarni selishtirib ko'rsam, ikkisi ixtilob suvariy shakli ya u javhariy asli emas deydi. Xo'sh, vaqt etibari bilan darsimizning davomi keyingi soatda bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.